Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Qo'y ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Sizlar uchun biz Namangan viloyati Norin tumani Cho'ja qishlog'ida xudo xolasa mana bugun zot yo'nalishida tog'amizdan Qozog'istondan keltirilgan ekan, kichkinaligida. Ota-onasi Qozog'istonlik desak to'g'ri bo'laveradigan. To'ratam desangiz. Qizil O'rda, Qozog'iston Qizil O'rda, Qozog'iston Qizil O'rdadan To'ratam. bir jup bitta urg'ochi bitta erkagini olib kelgan ekan tog'am. Shu erkagini xudo xolasa mana qo'chqorini sotmoqchi bo'lib murojaat qiladi. Mana sizlar uchun qo'ldan kelgancha 2-3 daqiqalik qisqa lo'nda video qilib beraman. Xo'p. Bo'y baslari keladigan bo'lsak, aka-ukalar 94 sm bo'y. Tishi nima? Tishi qanaqa? Tishi. Tishi 4 tishimi? Endi chiqaryapti. 4-tishini chiqaryapti aka-ukalar mana holati. Zotini nima dedingiz buni? Taysonda nevarasi. Tayson liniya ekanda. Tayson liniyasi Tayson nevarasi ekan mana. Keling, mana shu oldi to'shlarni ham ko'rsataydimi? Qo'y mana. Mana old tarafdan. Mana holat. Nihoyatda kelishgan juda katta ekan. Xullas zot olaman, qo'ylarimga qo'shib boqaman degan aka-ukalarimizga. Tishini oching-da bitta tog'a tishini. Mana. 4 ish mi? Ha. 4 ish. Yangi 4 ish ekan. Yangi 4 ish mana. Bilmadim, kilosi taxminan necha kilo keladi? Endi taxmin qilinglar-chi. 170 kilo atrofida. 150 kilodan og'ir. 150. 82 kilo edi o nimada. Mana tortganimiz. Tortib ko'rganmisiz? 182 kilo bo'lgan ekan qachondir. Hozir endi Tashabbus. Mana. Qo'yga bitta baho berasizlar holatiga. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. Zot uchun qo'chqor istab yurgan aka-ukalar, sizlar uchun yana bitta yaxshi variantini topib qo'yganman mana. Xudo xolasa. Mana. Gardanlarni ko'rsatdim. Hamma taraflarni ko'rsatib qo'ydim. Xudo xolasa. Yaxshi narsa. Mana. Mashinada asosan. Mana. Nihoyatda katta. biz hozirga bilan ota bola. Xudo xolasa mana. Chiroyli. Telefon raqamini qoldirib tog'a, bizni kanaldan xudo xolasa murojaat qilsa, telefon raqamimizni qoldirib qo'yaman. Narxini telefonda aytmayman deyapti. Qiziqib kelganlarni deb mana shu uyda qo'ydi ustida kelishamiz deyapti. Xudo xolasa bizni kanaldan murojaat qilsa, imkon qadar arzonroq qilib bering. Kimgadir borsin, kimdir qo'rasiga borib, qo'ydan nasl olib ko'paysin. Maqsad shu. Aka-ukalar qo'ydi ko'rdinglar holatini. Telefon raqamini og'zaki ham ayting bitta. 94lik Hop. 279 Aha. 90 10. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar, ya'ni yozib ham qoldiramiz bu raqamlarni. Telefon raqamiga aloqaga chiqib bog'lansanglar, xudo xolasa albatta ishinglar bitadi. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun xudo xolasa mana shunaqa foydali, manfaatli joylardan video syomka qilishda davom etamiz.